İstanbul'daki toy mərikələrimizdən toğulğan oylar. Avtori Doktor Abdulaziz Rahmetullah. Bu yıl yaz kelişi bilen toy bağaqları arq-arqadan kelişki başladı. Gahida haftada 4-5 toy mərikəsi ötküzülsə, gahida bir gündə 4-5 toy bulubmu ketdi. Bəzisiga vaqt çıxarıb çoxun berishqə tirishdik. Bəzisiga berib birdam o'ltirib o'tibla qaytdik. Yana bəzisiga yetişəlmay baralmadik. Qiz yigitning va ota-onalarning bu ömürlük ish uchun ayrim va mustaqil to'y murosimi o'tkazishni arzu qilishini to'g'ri tushunishga bo'ladi. Lekin to'y qilayotgan qiz yigitlarning ko'pinchisi o'quvchilar bo'lg'achqa muhojiratdagi iqtisodiy qiyinchiliklarni ko'zda tutishmi o'rinsiz bo'lmasa kerak. Xitoy koronavirus sababli yuqumlanishdan xavfiga iqtisodiy besim omilini qo'shganimizda to'y murosimlarini kollektiv o'rinlashtirishning meningcha necha tarafdan afzalligi mana deb chiqib turadi. İstanbul'da çoğ ve küçük Uyghur aşxana restoranları intayin köp. Mubada bularning xo'jayinlaridan bir nechasi birlashib birer mərikə zali açqan bolsa, nima degan yaxshi bo'ladi, ha? Uyg'urcha taom, Uyg'urcha so'rin, azada o'ltirib qo'pish va o'rinlashtirish. Albatta, kollektiv to'y murosimlari bundaq bir to'y mərikə zali xo'jayinlariga yoqmasligi mumkin. Her sahadagilar odatda millatning cho'ng ishlari haqida boshqa turg'anida cho'nglar, millat sarxillari yoki siyosiy yo'llarimiz, ulamolarimiz, ziyolilarimiz nima uchun birlasholmaydi deb so'rash orqali birlasholmaslikning mas'uliyatini shularga artamiz. O'xshash mantiq bo'yicha kollektiv to'y murosimi o'tkazilmaslik, bu ishda birlasholmaslik mas'uliyatini to'y qilmoqchi bo'lgan qiz yigit va ularning ota-onasiga artsak to'g'ri bo'larmi? Kichik oshxona xo'jayinlariga birlashib cho'ng oshxona yoki to'y zali ocholmaslik mas'uliyatini ortishga bo'larmi? To'y murosimlaridami hamkorlashish, musulmonlar aro jumladan sharqiy turkistonliklar aro qarindoshlik, birlik va hamkorlikning ifodasi bo'lmasmi? Har qanday jamiyat va to'plikda tepiladigan har xil din, dunyo va qimmat qarashga ega kishilar bizdami tepiladi. Bu ma'lum ma'noda bizning normal jamiyat bo'lish sifatimiz bilan rangdorligimiz va boyligimizning namoyandasi. Mana shu o'xshamagan qarash va yo'llarning yo'lovchisi bizlar dal mushu muhojiratda tepishib qoldik. Biz buningdan ijobiy natijalar chiqarishimiz kerak. Shu ijobiy natijalarga erishish uchun biz har qanday fursatni qo'ldan bermasligimiz kerak. Kollektiv to'y murosimi bo'lsa, bu fursatlarning eng yo'lliq va eng jalbkor bo'lganlaridan desak oshirayotgan bo'lmaymiz. Kollektiv to'y ishlariga ba'zi xayr-saxovat jamiyatlari, saxovatli tijoratchilar ko'ngil bo'lsa, boshqa millatlardagidek kollektiv to'y ma'rikalari qanot yaysa, bu Uyg'urga, musulmonga yarashadigan esil va barakatli ish bo'ladi. Falastinda, Misrda va boshqa musulmon ellarda yuzlarcha jubga bir kollektiv to'y murosimi o'tkazadigan ishlarni cho'ng boylar ustiga olib bir tutashlik qilib etadi. Biz hammamiz yenimizdan chiqara oladigan bo'lg'achqa, balkim o'zaro kelishib yurmay ayrim-ayrim o'tkazishimiz mumkin. Lekin yoshlar-chi Bulubmu to'y mərikəsi chiqimlari ig'ir kelish ehtimoli bor o'quvchilar-chi. Ularning ishlarini qulaylashtirish kerak emasmi? Shu to'y mərikəga chiqish qilolmay, to'y qilolmaganlikdan yomon yo'llarga kirib ketayotgan yosh farzandlarimizning mas'uliyati-chi. Men anglagan eng cho'ng kollektiv to'y mərikəsi Koreyada o'rinlashtirilgan 2012-yildagi 3600 qiz yigitning to'y mərikəsi edi. Saudiya Arabiston to'y va oila oqartish xayr-saxovat jamiyatining hozir qadar o'rinlashtirilgan kollektiv to'y mərikələrida Cəmi 60 ming cüb qiz yigitning to'yi bo'lgan. Bilishimcha, Turkiyadagi suriyaliklarmi kollektiv to'y mərikələrini o'tkazib kelyotidi. Ba'zi tadqiqotlarga asoslanganda, kollektiv to'y mərikələri to'y chiqimining 70%ni yengillatadi degan. Undaqda Xitoy zulmi sababli iqtisod qiyinchilikda turayotgan muhojiratdagi sharqiy turkistonliklarning kollektiv to'y murosimi o'rinlashtirishni xohlamasligi yoki buning amaliylashmasligining sabablari ichida bizdagi ko'z-ko'z qilish yoki hashamat xohishi bor deyishga bo'ladimi? Yoki bu xushalliq mərikələrini o'z oldiga ayrim qilishni yoqtirish bor demdik, yoki qiz yigitlarning uzundan beri xiyol surib kelayotgan to'y mərikəsini alohida o'tkazgusi borligi demdik. Iqtisod yer bergan oilalarning o'z oldiga to'y mərikəsiga 40-50 ming lira xarjlashini normal deyishga bo'ladi. Bu ularning haqqi. Ammo iqtisodi yo'qlarning o'z oldiga to'y mərikəsiga 4-5 ming lira xarjlashi majburiy isrof bo'lishi mumkin. Bu barada oddiy va chiqimsiz zallarni uqishib, oz chiqim bilan to'y qilgan o'quvchi qiz-o'g'illarni qo'llab-quvvatlash kerak. Ularning kollektiv murosim o'tkazishini texmo tashabbus qilish kerak. Da'vatchilarning tabliğlari, ziyolilarning maqolalari nima uchun mushundaq birlashtiradigan, jamlaydigan naq masalalar ustida jiddiy to'xtalishdan yiroq qoladi? Iqtisodi bor yo'q har xil sharoitdagi oilalarning farzandlarining kollektiv to'y qilishdan iborat sunnatni ahyo qilishda hamkorlashishini, to'ylarni texmo jo'shqin o'tkazish, oddiy soddaliqni targ'ib qilish va chiqimni azaytib isrof qilmaslik nurg'un jihatdan afzallikka ega bo'lsa kerak.
Kollektiv to'y murosimi biz sharqiy turkistonliklarga alohida bo'lgan biror kunga udullansa yoki musulmonlar ulug' deb bilgan biror fazilatli kun soatga udullansa texmi ma'nilik bo'lmasmi? Kollektiv to'y oz chiqim katta saodatga erishish bo'lmasmi? Kollektiv to'y mehr to'yliqning ig'irligini yengillatish bo'lmasmi? Kollektiv to'y isrofga qarshi turish bo'lmasmi? Kollektiv to'y qarzga kirib qolmaslikning oldini olish bo'lmasmi? Kollektiv to'y o'zaro hamkorlashishning ifodasi bo'lmasmi? Kollektiv to'y Xitoy virusi bilan yuqumlanishdan saqlanishning bir omili bo'lmasmi? 20 to'yga borgandan 20 juftning to'yiga birli qatim qatnashsa, yuqumlanish nisbati oz bo'lishi aniq. Qiz-yigitlar to'y ma'rakasi kunini bekitishda bir necha kun ilgari-keyin bo'lishga kelisha olsa va bu ishga ozroq ko'ngil bo'linsa, yuklarimizni xali yengillatishimiz mumkin. Ba'zilarimiz qarzga kirib qolmaydi. Kollektiv to'y ma'rakasi bir ijtimoiy hodisa bo'lg'achqa, buning uchun cho'qim ba'zi bir hamkorlik, fidokorlik va o'rinlashtirish jafosini tortishni talab qiladi. Agar biror guruhga yoki biror tashkilot bu ishni o'rinlashtirsa, to'y egillarining tortadigan jafosini yengillaydi. Bir vatanning dardini tortib, muhojiratda sarsonlik hayotini kechirayotgan sharqiy turkistonliklarni o'lim yetim kunlar jamlagandek, xushallik kunlarimi jamlaydi. O'zaro rishtalarni kuchaytiradi. Sojiya Islom tadqiqot markazi